ikki xonali zo'r planirovkada, zo'r lokatsiyada, shunda metro Turkistonning oldida desam ham bo'ladi. Yo'l yuzdan ikkinchi dom, lokatsiya, infrastruktura, maktab, bog'cha, targ'ibot kompleks hammasi ikki qadamli. Shu uyimizda bizda Moskovskiy, ulучшенный planirovka, xonalar, sanuzelari alohida, katta balkonli 2x6 balkon bo'ladi. Xo'p, общий maydonimizda 58 kvadrat, egalari 58.508 dollarda so'rashyapti, sunnatli kelishiladigan joylari bor. Fikringizni kommentariyada bildirib qo'ysangiz bo'ladi. Shu uy, shu lokatsiyada, shunaqa planirovkada, shu pulga arziydimi, yo'qmi? Fikringizni kommentariyaga bemalol yozaverasiz. Uyimizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz, telefon raqamlarini napisanda qoldiraman, aloqaga chiqib ko'rasiz, birgalikda uyni ko'ramiz. Qarang, bu yoq xonamizda bizda spalnimiz bo'ladi. Spalnimiz juda ham katta. Oldi taraf, orqa tarafida ham romlarimiz bor. Bu yoq eshigimiz esa paydangizdan kiradigan eshigimiz. Bu yoq to'g'rimizda katta prixojka mebel yasatilib qo'yilgan, o'sha zamonnikida. Keling, bu yoq tarafga kiradigan bo'lsa, bizda zalimiz bo'ladi. Zalimiz 315 ga 520, balkon, lojamiz 2x6. Bu yoqdan ham kirib chiqsangiz bo'ladi, bu yoq tarafdan ham kirib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqimizda esa bizda hamon tualetlarimiz alohida. Shu bilan oshxonaga kiramizda, shu yo'nalishimizda bu yoqda ham как stolovka foydalansangiz bo'ladi. Remont qilsangiz, mana bu yoqdan apetitlarni hammasini olib tashlab kattagina oshxonangiz bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik oyoq kiyimga ahamiyat berishadi. Nimaga bu gilamlarning ustida oyoq kiyimda yuribdi? Uy egalari o'zlariga roziligi bergan, o'shaning uchun biz oyoq kiyimda yuribmiz. Chunki chang bosib ketgan. Xo'p, balkonimiz 2x6 rishotkalarimiz mavjud. 58.500 kelishiladi, telefon raqamlarini sanadi.